Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga Andijondagi qora tovuqlarimiz haqida ma'lumot bermoqchimiz. Mana shu 4 ta qora tovuqimiz bor. Bular 2026-yilning boshida tuxumga kirdi. Ko'rishingiz mumkin, mana xorozlarni pixi deyarli yormagan. Kichkina, yaqinda qichqirishdi. O'zi sotiladi, o'zi 250 ming so'm deyapmiz. O'zini sotilish narxi 250 ming so'm. To'rovi 1 million. To'rovi katta narsa, ko'ryapsizlar mana. Asosan bularning tuxumi sotuvda asosan. Bularning tuxumi 2,5 ming so'mdan sotilyapti. Zakasiga to'plab beramiz, zakasiga. Mana katta narsalar bular. Hop. Yana nima desak bo'ladi? Andijonda bular, Andijon shahrida. Mana bu ularning katagi. Mana shundoq qilib. Qaranglar qanaqa tog'lanadigan, qanaqa chiroyli narsalar mana. Mana bu katagi. Katagini tozalab qo'yish kerak ekan. O'zbekiston bo'ylab pochta qivoramiz. Xudo xohlasa, asosan Toshkent pochta manzilimiz Toshkentdan, keyin shoplar boshqa joyga dostavka qilish beradi. Bah. Mana Makka. Bah. Mana katta narsalar, kichkina narsalar emas. Odamga ham tashlayapti. Odamdan zarba qabul qilib oldi, yana kelyapti. Xo'roz bilan jang qilamiz hozir. Xullas tuxumi 2,5 ming so'mdan sotiladi. Andijonda bu. Mana do'stlar, o tovuqlarimiz qandoq ovqatlanishadi. Kepak, chesnoy, qalampir, makka, piyoz, suv aralashtirib maxsus yem tayyorladim. Hozir buni sizlar bilan birgalikda berib kelamiz. Mana do'stlar, katay tozalangan hamda mana bunaqa maxsus yem tayyorlangan. Ko'rishingiz mumkin, yemda kepak, qalampir, chesnok, makka, piyoz, suv. Bularga endi vitaminlar ham olib keldik. Mana hozir bularni ishini tomosha qilamiz. Bah. Mana azizlar, bularni tovuqlarimizni ovqati, kechki ovqati bu. Negadir ishtahasi yo'q.
Bularga shu quvvat ukol vitamin tabletkalar olib kelishimiz kerak shekilli. Madem bular yegisi yo'q. Mayli, qonni to'q shekillik. Ovqatni o'zlari bilan birga qoldiramiz. Ertamangacha yeb bitirishadi degan umiddamiz. Endi sovuq bo'lib qoldi, mana shu joyda o'tiringlar. Va mana endi bularning eshigi yopiladi. Bular qamab qo'yiladi. Mana bularni chiqaramiz endi. Bularimiz esa ishtahasi juda zo'r.